Aytmam oldimga aytdingiz a? Shunday. Shunday. Qayerdan sizniki? Samarqanddan. Samarqandda, Pazarg'om. Samarqand Pasturg'on. Charx. Qarang, yaxshi kunlaringizga mening endi hozir boya 30 ga savdo qila oldim, keyin chiqmaydigan bo'ldi, olib sotib bo'ladigan bo'ldi. Egasidan ham o'tqardik narxida. Nech pulga oldingiz Lada Vestani? O'sha 2000 atrofida bo'ldi. 22 million 500, 1 million ishxona, 23 million 500 ga oldingiz, olib sotib qila oldingiz. Shunday. Aka, yaxshi kunlaringizga mening. Xo'p, ko'pchilik ishonmaydi-da. Shu rost ekanmi? Yo'q, rost aka. Samarqanddan keldingiz. To'g'risi, ishonchli narsa emas. Keyin bu berim bo'ldi. Keyin Endi 22 million 500 ga Lada Vesta beramiz 2018-yil eng pulini degansiz-da. juda muammo aka. Sizlar ham muammo Samarqandga. Shu haydab boringda ayting 22 million 500 ga oldim deng, o'z ko'pchilik ishonmaydi-da baribir. 100% aka. Mana oldim, mana dokumentim deng. Mana oldingiz yaxshi kunlaringizga mening. Yaxshi kunlaringizga mening do'stim. Men roziman, siz ham rozi bo'ling. Sizdan ham hozir baribirga 1 million pul ishladim. Shu qoladigan 1 millioningizga rozi bo'ling, xo'p? Xo'p, Lada Vesta 2018-yil eng oxirgi chiqqani full varianti avtomat korobka 22 million 500 ga olindi, 23 million 500 ga Samarqandlik Pasturg'onlik akaga sotildi. Yaxshi kunlar buyursin aka. Qaydan shamollab o'tirsin. Maza qilib mening. Mayli aka, sog' bo'ling. Charchamang. Xo'p.